Assalomu alaykum. Bugun Registon o'quv markazining 49-filiali Qibrayda ochilyapti. Hozir remont ishlari bor. Sizlar bilan birga ko'ramiz. Ketdik. Mana bu ko'rib turganlaringizdek kirish qismimizda Registon o'quv markazining Qibray filiali 3-etajda. 3-etajga chiqamiz sizlar bilan. Mana 3-etajga ham chiqib oldik. Bu yerda filial rahbarimizning o'zlari Marifjon Monov. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat. Keldik. Bugun sizdan bir ikkita savollarga javob olmoqchi edik. Filialimizdan ham obzor chiqamiz. Agar ovoz qaytyapti, xudo xolasa shu filialda biz ish boshlaymiz. Xudo xolasa keyingi haftalarda. Marif aka, men o'zim ham xabarim bor bu yerdan. O'zim xudo xolasa mana shu yerda sotuv menejeriman, lekin tomoshabinlarimizga qiziq bir ikkita savollar beraman. Registon o'quv markazining Qibray filialida aynan qaysi fanlar va qaysi yo'nalishlar bo'yicha ta'lim beriladi? Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Xo'p, juda ham zo'r. Xo'p, bizda hamma fanlar aynan bitta ixtisoslashgan fan bo'yicha emas, aynan ingliz tili, matematika, koreys tili, xorijiy tillarga ham, xalqaro sertifikatlar, olimpiadalarga, o'qishga, oliygohlarga kirish uchun tayyorlangan barcha kurslar ochiladi. Chunki ko'rib turibmiz, aynan filiallar ichida eng katta filial sifatida biz katta sig'imga ega bo'lgan joyni oldik. Xo'p, sinfxonalar sharoitlar haqida nima deya olasiz hozir? Sharoit hozir yo'q. Ko'rib turibsizlar, sharoit hozircha tashkillashtiryapmiz. Jarayonda bugun erta xudo xolasa remont jarayonlari bitgandan keyin jihozlash jarayoni hamma o'zi shay holatda turibdi. Ya'ni jihozlash jarayoni tugagandan keyin biz keyingi haftalardan ish boshlaymiz. Aynan bu filialimizda o'quvchilar ham ancha-muncha yozilib qolishgan. Hamma xonamizga yetarlicha stol, stul, jihozlar, mebellar, shunaqa narsalar reja qilingan. Tushunarli, zo'r. Qibray filialimizda qancha o'quvchi qabul qilish rejalashtirilgan? Xo'p, o'zi qancha o'quvchi degan joyida hozir bizlarning raqamlarimiz bo'yicha adashmasam 100 ga yaqin, siz bilishingiz kerak. 100 ga yaqin o'quvchilar hali e'lon bermadik, hali bir marketing qilmadik, videolar e'lon qilmadik, lekin shuni o'zida ham ovozda bo'lib Qibrayda filial ochilyapti degan gapni o'zida 100 ga yaqin o'quvchilar yozibdi. Telefonlar ham tinmayapti. Telefonlar ham tinmayapti, xudoga shukr. Lekin biz endi jarayonda kirayotganligimiz uchun birinchi kutuvimiz 500 albatta, keyin 1000, 2000 qilib ana qilamiz. Joy sig'imi bitta vaqtda 200 ta bolani bitta soatda va qo'shimcha ravishda deylik, umumiy 2,5-3 mingta o'quvchini biz o'quv markazida aynan shu filialni o'qita olamiz. Sig'im jihatdan bizni kutuvimiz xudo xolasa 1000 plus o'quvchilarni o'qitishni qilganmiz. Tushunarli, zo'r. Talab shunga yarashadi. Mana ko'rib turibsiz, hali resepsiyamiz ham bunaqa tayyor bo'lgani yo'q, chunki resepsiyani o'zi biz ham mana bu yerda rejalashtiryapmiz. Resepsiya qilib, bu yerda bir divanlar qo'yib, anaqa menejerlar shu yerda ma'lumot beradi, shu yerda o'quvchilarni qabul qiladi, kuzatadi, xonalar shu tartibda bo'ladi. Lekin biz hozir o'zi keyingi haftadan kelsak ham bo'ladi. Mana o'zingizlar kelib turibsizlar, ota-onalar kelayotganligi, o'quvchilar ham uchun bu yerda alohida bir kichik resepsiya qilib qo'ydik, vaqtincha. Xudo xolasa filial ochilgandan keyin ham bir chiroyli fayzli maskanga aylantiramiz. Xo'p, bizga akademik ustozlar haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Ustozlar endi baribir o'quv markazi bo'lgandan keyin ham ustozlarga qiziqadi. Qanaqa ustozlarimiz? Ustozlar jamoasi, umuman akademik bo'lim jamoa haqida gap ketayotganda, menejerlar jamoasi hammasi tayyor, 100% biz ustozlar jamoasini olib bo'lganmiz. Ya'ni hamma fandan. Chunki bizani e'lonlarimizda ham shunaqa e'lonlar beryapmizki, Toshkentning eng tajribali IELTS bo'yicha 8+, fan sertifikatlari bo'yicha A+ o'qituvchilar kelib dars o'tadi, milliy sertifikatdan ham. Nima demoqchimanki, biz hozir shartnomalarimiz, aynan ustozlar bilan kelishuvlarimizga ko'ra hamma fandan hamma ustozlar yetarli. Ya'ni zapasi bilan kelayotsa olib qo'yganmiz va agar yana ehtiyojiga qarab ustozlarni yana qo'shimcha kelishuvlar olib borilyapti. Endi menejerlar jamoasi jihatdan qarasak, menejerlar jamoasi ham, administrativ jamoa ham tayyor. Mana o'zingizlar bilasizlar, Toshkentdan, aynan Yunusobodning eng yaxshi menejerlari, eng yaxshi jamoa kelyapti. Bemalol aynan u Toshkent shahri bilan bu yerdagi sifat bir xil. Ya'ni ta'lim sifati IELTS yuqorida aytdim, 8+ ustozlar, hatto support teacherlar ham 7,5-8 ustozlar dars o'tishadi.
Ma'ruf aka, hozir aynan qabul jarayonida ota-onalar kelganda ham bizning kurs narximizga qiziqishyapti. Qibray filialimizning kurslarimizning narxi qanaqa bo'ladi? Shu haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, Qibray filialimizda tuman, viloyat tumani bo'lganligi uchun nisbatan shaharga nisbatan arzonroq bo'lishi kutilyapti. Ya'ni bu yerda to'lovlarda unaqa qimmat bo'lmaydi, ancha arzon bo'ladi. Yunusobodga shaharga qaragan. Xalqchil sifatida belgilanyapti. Ya'ni bemalol ota-onalar haftada qarangda, shahar sistemasi bir xil. 6 kun dars, kitoblar bepul beriladi. 3 kun asosiy dars o'qilmoqda, 3 kun qo'shimcha, ya'ni dars bepul bo'lsa, asosiy dars uchun bo'ladi, pul to'laydi degan. Endi bir emas ikkita ustoz, ikkinchi ustozlar kim bo'ladi? Xuddi shu sistema bo'yicha amalga oshiriladi. Sifat, ta'lim sifati endi narx-navo shunga qarab belgilangan. Lekin biz bemalol intolama shaharga nisbatan ancha arzonroq belgilayapmiz. Xo'p, xonalarimiz mana shu holatda bo'ladi. Aynan примерно 10-20 kishi oralig'idagi unaqa katta xona ham emas, ixcham, ya'ni o'quvchilar sig'imi bemalol ustoz va o'quvchi yaqinroq bo'lishi uchun xonalarni biz umumiy 10 taga hozircha bo'ldik. Ya'ni 10 ta xona bitta vaqtda gruppa bo'ladi degani. Bu yoqda zal, ya'ni bu zalda ikkinchi ustozlar bilan o'qituvchilar ishlash uchun, ya'ni o'quvchilar shug'ullanish uchun joy. O'tiringiz. Aynan hozir ustakalarimiz jarayonni o'quvchilarimiz tinmasdan tezroq ochilinglar deb qo'ymayotgani uchun ham biz tezlashtiryapmiz jarayonni, ya'ni qisqa vaqtda bitirib berishga mana harakat qilishyapti. Mana bu holatda bo'ladi. Bu yerda ham xonalarimizga bo'lingan, hali necha qismi bityapti, xudo xolasa bir ertaga tayyor bo'ladi. U ertagacha ulgursa, xudo xolasa ko'ramiz. Keyingi haftadan ish boshlayveramiz. Shunaqa. Hozir ustozimiz Nodir aka hozir qilib keldi. Aynan mana shu Qibray filiallarimiz bo'yicha. Nodir aka, nimaga aynan Qibrayda filial ochyapmiz? Shu haqida deylik, tomoshabinlarimiz uchun qiziq bu. Qibray o'zi bizga avvaldan Qibraydan rosa o'quvchilar borishadi. O'shanga yaqinroq bo'laylik deb Qibraydan filial ochyapmiz. Butun boshli 3-etajda olganmiz. 750 kvadratga yaqin joy. Xudo xolasa mana xonalarimiz ham bitib qoldi. Bu xonalarimizni kamida 20 ta, 24 ta o'quvchi bemalol har bir xonada joylasha oladi nasib bo'lsa. Xo'sh, mana hozir ustalarimizni ishlarini ko'rib xursand bo'lib turibmiz. Yana bir 3-4 kunlik ishimiz qoldi, xudo xolasa. Sekin darslarni boshlayversak bo'ladi nasib bo'lsa. Ma'rufjon bu yerga mana xudo xolasa shogirdimiz Ma'rufjonni shu yerga xudo xolasa filial direktori qilib tayinladik. Inshaalloh mana boshidan, qurilishni boshidan o'zi bosh bo'lib, yugurib, yelib harakat qilyapti. Inshaalloh barakali bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar. Nasib bo'lsa shu yerdan olimlar chiqaraylik. Insonlarga yaxshiliklar qiladigan insonlarni tarbiya qilaylik. Jamiyatimizni rivojiga, vatanimizni rivojiga hissa qo'shadigan yoshlarimizni tarbiyasiga mana shu yerda o'z hissamizni qo'shaylik. Inshaalloh Registonda katta missiyasi bor. Shu missiyasiga ham shu Qibray filiali ham o'zini hissasini inshaalloh qo'shadi. Endi otalarimiz, onalarimizdan, bizni bitirib natija qilgan shogirdlarimizdan shu duo qilishlarini so'rab qolamiz. Inshaalloh mana shu filialimiz ham eng filiallarimiz ichida ko'zga ko'ringan, fayzli, barakali filial bo'lsin. Ma'rufjon, sizga omad tilayman, uka. Sog' bo'ling. Charchamang. Nasib bo'lsa, kelaverasizlar, Qibrayliklar. Mana shu yerda dunyoni o'zgartiramiz inshaalloh. Mana filialimizdan ta'mirlash jarayonlarini ham ko'rib chiqdik. O'tgan hafta 10-fevral kuni Xudo xolasa Registon o'quv markazi Qibray filialimiz ochilishi bo'ladi. Hammalarni markazimizda kutib qolamiz.